1 yil oldin ushbu qurilish loyihasi boshlangan vaqtida ko'plab negativlar bo'lgan. Va'dalar katta emasmi? O'zi qurilib topshiriladimi kabi negativ kommentariyalar juda ham ko'plab keldi. O'zingiz natijani ko'rib bitta baho bering. JBA qurilish kompaniyasining Dream Residence loyihasidamiz. 1 yil o'tib A-bloklarimiz topshirildi. Katta tadbirda o'zlaring ko'rib guvohi bo'ldilaring. Kela olmagan bo'lsalaring ham videolarimiz orqali bu yerdagi atmosferani sizlarga yetkazib berishga harakat qildik. Hozir nimalar bor va quruvchi nima takliflar bermoqda birgalikda ko'ramiz. Berilgan va'da 24/7 loyihamiz qo'riqlanadigan hudud. Begona avtomobillar kira olmasligi, kamera nazorati, barchasi hozirgi kunda ishlamoqda. Loyihamizda kirish qismida shundoqqina yonginasida xususiy bog'cha va xususiy maktab joylashgan. Ushbu aholi uchun maxsus chegirmalari bor. Eng qiziq joyi, ushbu maktab va bog'cha hozirgi kunda uje ish faoliyatini boshladi. Loyihani ko'rib o'zingiz ochig'i maza qilib yuborasiz. Tasavvur qiling, detskiy plashatkaga qaragan tomondan A-bloklarimizdan biridan xonadon xarid qilgansiz. Farzandingizni chiqarib yubordingiz. Bor o'ynab kelganda yoki o'ynagisi keldi, ko'chaga chiqdi. Hozirgi kunda nima muammo desangiz, ko'p turar joy komplekslarida, loyihalarda detskiy plashatkaga arzimagan kichkina joyda qoldirishadi xolos. Dream Residence'da bunga alohida e'tibor qaratishgan. Oddiygina bir muhim joyi, oddiygina bir bolalar maydonining kengligiga bitta e'tibor berib qo'ying. Besetka deysizmi, kichkina farzandingizdan katta farzandingizgacha bemalol bu yerda maroqli dam o'tkazishi mumkin. O'zingiz tushib esa, besetkalarda o'tirib, ularda qanday o'ynayotganligini kuzatib ham maza qilishingiz mumkin. Ushbu joyga begona odam kira olmaydi, shuning uchun xavotirsiz uyingizda o'tirib, ishlaringizni qilib, farzandingizni esa ko'chaga o'ynagani chiqarib yuborishingiz mumkin. O'zim ko'rib ochig'i shunaqangi maza qildim. Yana bitta joyga to'xtalib o'tishdi lozim deb bildim. Bu detskiy plashatka taxminimcha 6 dan 1 qismi xolos. Ya'ni loyiha bitganda xuddi shunaqa plashatkadan tasavvur qilishingiz uchun yana 6 tasini qurib bitkazishadi. Qoyilmisizlar? Sizga yoqqan bo'lsa, videomizni shu joyida bitta like bosib keling. O'z mijozlari haqida shu darajada qayg'uradimi qurilish kompaniya? Misol uchun tasavvur qiling, bitta uyni tanladingiz. Narxi 30 ming dollar chiqdi. 15 ming dollarni hozir to'lov qilasiz. Qolgan qismini esa bemalol bo'lib to'lashga 12 oyga xarid qilsangiz bo'ladi. Men ushbu A-blok kadastrli xonadonlar haqida gapiryapman do'stlar. A1, A2, A3. Bu yerda xonadonlar tayyor, hoziroq kirib remontingizni qilib xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Uje 1 oy 2 oy deganda uje yashasangiz ham bo'laveradi-da. Endi B blokimiz bor. Qurilish jarayonidagi bo'lgan B1, B2 ni yil oxirida 2 oydan so'ng kalitlarni birgalikda topshiradigan bo'lsak, undan keyingi B3, B4lar, bu tomonimizda C bloklar qurilishi boshlangan. Ushbu xonadonlarda esa 48 oygacha bo'lib to'lashga xarid qilsangiz bo'ladi. Zo'ra, ya'ni 1 yil, 1,5 yilda o'sha topshirilayotgan xonadonlarga hozirdan to'lov qilib, remontini bemalol qilib, o'zingiz kirib yashashingiz mumkin bo'ladi. Menimcha ortiqcha to'lovlarsiz, kredit olib, o'zingizni qiynab yurgandan ko'ra, ushbu variant eng ma'quli. Ovozim yaxshi eshitilyaptimi? Chotki. Kiravering. Do'stlar, biz hozir Dream Residence'da A1 blokini 2-qavatidamiz. Tasavvur qilishingiz uchun bu yerda har bir qavatida A1 blokimizda 7 ta xonadon bor va har birini qurilish kompaniyasi remont qilib mana shunday jihozlab qo'ygan. Nima uchun deysizmi? Siz kelajakdagi xonadoningizda bemalol tasavvur qilib olishingiz uchun. Ushbu xonadonimiz ham eng kompaktli, eng kichkina xonadon. Bir xona studiya formatidagi uy. Kirishingiz bilan keyingina holni ko'rishingiz mumkin. Sizda xonadoningiz qanday bo'lishi mumkin degan savolga dizaynerskiy podxod bilan yondashishganda va har bir qismiga juda ham chiroyli remontlarni qilishgan. Remontini esa Bobur akamning o'zlari boshchiligida, o'zlarining brigadasi amalga oshirgan. Domofonlar qo'yilgan, issiq pol qilingan va siz ham xuddi shunday xonadoningizda remont qilib olishingiz mumkin. O'ng qo'limdagi birinchi xonada sanuzel ko'rishingiz mumkin. Bu yerda dushovoy kabina, unitaz va rakovina joylashgan. Studiya formatidagi uylarni ko'pchilik yoqtirmadi, lekin shaxsan o'zim shunaqa uyda niyat qilganman. Ko'rishingiz mumkin. Keyingina maydon, yumshoq mebel, bemalol televizor ko'rib o'tirishingiz mumkin. Mana bu yerda esa oshxona.
Oshxonamiz ham kengina. Tabiiy yorug'lik mehmonxonani ichigacha kirish uchun mana bunaqangi eshik o'rnatilgan. Bu yorug'likni bemalol o'tkazadi. Eng so'nggi xonamiz esa mehmonxona. Adashdimmi hozir? Eng so'nggi xona mehmonxona debman. Bu yotoqxona-ku. Ko'rishingiz mumkin. Kirishingizda chap qo'lda shkaf, yotoqxona mebeli, tryumo va televizor zonasi. Loyihani ko'rsatdik. Endi bitta savol. Hammasiga ham moliyaviy tomoni qiziqtiradi. Keyingi bloklarda shartlar o'zgaradimi yo'qmi? Yo'q, shartlar o'zgarmaydi. Ya'ni xuddi shunaqa shartlarda davom etamiz. Iloji boricha mijozlariga qulaylik yaratishda davom etamiz. Ya'ni narx jihatida bo'lmasdir balki yoki uslubiyalar jihatida bo'lmasdir, lekin infratuzilma, ichki qulayliklar, mijozlar uchun podyezdlar, tashqi ko'rinishlar bundan-da yaxshi qilishga harakat qilamiz aka. O'zi bu Shu joyda intervyu olganman, ochilish marosimi bo'lgan vaqtida. Alisher aka yanada ko'proq narsalarni va'da berishgan, ya'ni yanada qulayroq shartlar, yanada qulayroq atmosfera va xullas, keyingi videomizda sizlar uchun zo'r yangilik tayyorlab qo'ydik. Hozir bu bo'yicha переговор qilyapmiz. Ya'ni Vodiy House jamoasi keyingi bloklarida sizlar uchun harakat qilmoqda. Sizlar uchun savdolashyapmiz, bir so'z bilan aytganda. Nima yangiliklar bor, nima takliflar berishadi? Alisher aka bilan hozir rosa переговор qilyapmiz va keyingi videomizda buni sizlarga ko'rsatamiz. Tayyor xonadon, kadastrli xonadon xarid qilmoqchi bo'lsangiz yoki 2 oydan keyin topshiriladigan B blokdan xonadon xarid qilish uchun ekraningizdagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling, sotuv ofisiga tashrif buyuring, loyiha bo'yicha tanishing va albatta bir marta bo'lsa ham ichkariga kirib, ushbu atmosferani o'zingiz ko'zingiz bilan ko'ring. Biz buni video orqali 100% sizga yetkazib bera olmaymiz. Bizga obuna bo'ling, videomizdan uzoqlashmang.